Mahallada joyga chiqib ishlash nafaqat aliment undiruvlarini, balki boshqa yo'nalishdagi ijro harakatlarini ham tizimli amalga oshirish imkonini beradi. Masalan, boshqaruv servis kompaniyalarining yo'nalishlar kesimidagi to'lovlar yuzasidan sud qarorlarini bajarish davlat ijrochilarining muhim vazifalaridan biri. Tabiiy resurslar go'yoki tugamaydigandek, cheki yo'qdek, ammo har bir ne'matning ham yakuni bor. Agarki u tejab ishlatilmasa, ortig'i bilan ishlatilgan resursning ham to'lovi yuqori bo'ladi. Ming afsuski, bugun fuqarolar orasida tabiiy gaz, elektr energiyasi, ichimlik suvi kabi resurslardan oqilona foydalanmaslik yoki bular bo'yicha o'z vaqtida to'lovlarni amalga oshirmasligi davlat uchun katta zarar keltirayotganini anglamayotganlari ham yo'q emas. Bunday holatda sud qaroriga asosan majburiy harakatlar olib borilishi qonun bilan belgilangan. Shuningdek, davlat ijrochisi undiruv yuzasidan sud qarorini qo'lga olar ekan, tushuntirish va ogohlantirish ishlarini olib boradi. Shundan so'ng ham to'lov amalga oshirilmasa, qonuniy tartibda ijro harakatini o'tkazadi. 2025-yil davomida jismoniy shaxslar tomonidan maishiy chiqindilarni olib ketish xizmatlari bo'yicha shakllangan qarzdorliklarni undirish maqsadida maxsus trans davlat korxonasi va Toshkent shahar majburiy ijro byurosi bilan hamkorlikda mazmunli va tizimli chora-tadbirlar amalga oshirildi. Xususan, mazkur tadbirlar doirasida 2025-yil davomida Toshkent shahar miqyosida jami 22.212 ta ish o'rganilib, ular bo'yicha 16 milliard 620 million so'm miqdorida qarzdorlik mavjudligi aniqlandi va sud buyrug'i asosida majburiy undiruvga qaratildi. Olib borilgan tushuntirish ishlari, ogohlantirishlar va ko'rilgan choralar natijasida 18.392 ta ish ko'rib chiqilib, fuqarolardan 13 milliard 376 million so'm miqdoridagi qarzdorlik amalda undirildi. Majburiy ijro byurosi Toshkent shahar boshqarmasi bilan olib borilgan hamkorliklar o'z navbatida fuqarolarda ijro intizomini shakllantirish, xizmatlar sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.